Төртіншілік şeyimiz kireylik. Vatandaşların bu sizler dikkat kılıdığan ve sizden bizden menfaatimiz gibi bası münasibetlik. Uygurlarının menfaati bir bası münasibetlik meseledir. Yani yakında Rusya Federasyası Prezident Vladimir Putin birinci bulup oturuğa çıkıp Avro Asya İqtisad İttifaqını kurup çıktı. Demek hazır Otur Asiyada Avro Asya İqtisad İttifaqı qozğaldı. Beijing'nin G'arb yürüş qilish stratejisiga ta'sir ko'rsatdi mavzuliq maqola 2015-yil 1-ayning 2 kuni Twitter orbiti e'lon qilindi. Avro Asiya İqtisodiy ittifoqi 1-ayning 1 kuni rasmiy harakatga o'tdi. Bu belki bu ittifak a'zo bo'lgan davlatlar jumladan Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston bu üç davlatning iqtisodini bir gavdalashtirish siyosatining yetib kelgan saviyasining belgisi bo'lib qoldi. Mesela Rossiya belgilagan siyosatning saviyasi hozir 3 davlat birlashib Avro Asiya İqtisad ittifaqını qurib chiqdi. Mutaxassislar tahlil qilib bu ittifaqning Jungoning Ipak yo'li iqtisodiy balvag'i strategiyasiga cho'qim ta'siri ko'rsatdi deyishdi va tahlil qilishdi. 2010-yili qurilgan Tamoji ittifoqi Avro Asiya iqtisod ittifoqining avvalgi gavdasi edi. İttifaq qurilgandan keyin tovar almashtirish, mulozimat kapital, emgak kuchi qatorliq Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston 3 davlat doirasida erkin obrat qila oladi. Erkin harakat qila oladi. 3 davlatning grajdanlari 3 davlat aro erkin emgak sharoitiga erishdi va erkin emgak qilish huquqiga erishdi. 3 davlat aro bozorning birlashtirilishi 3 davlat iqtisodining yo'shirin kuchini jonlantirdi. Haqiqatan buni sal qarashga bo'lmaydi. Iqtisodning jonlanganligi haqiqatan rost. Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. İqtisod ittifoqi mustaqil davlatlar hamdo'stligi rayonida iqtisodning motori bo'lib, yangi bir dunyo iqtisod markaziga aylanadi. Yevro iqtisod ittifoqi bu dunyoning yangi bir iqtisodni taraqqi qildirgan bir markazga aylandi yoki yadroga aylandi deydi. Avro Asiya iqtisodiy ittifoqi yangi a'zolarni jumladan Armeniya, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston qatorliq davlatlarni inshaalloh. Agar bu davlatlar qo'shiladigan bo'lsa, bu ittifoq a'zo bo'lib kiradigan bo'lsa, Qirg'iziston bilan Tojikiston, Qozog'istondan keyingi ikkinchi bo'lib, Xitoyning mustamlikasi Uyg'uristonga chegara bo'lgan bevosita chegara bilan aloqalashadigan davlatlar bo'lib qoladi. Demak, bu 3 davlat Avro Asiya iqtisod ittifoqiga kirib ketgan ekan, demak, O'rta Osiyoda yana boshqa ikinci bir davlatning bu ittifoqdan tashidi qilishi, bu ittifoqqa kirishni rad qilishi bu mumkin emas. Demak, O'rta Osiyoda mustaqil bo'lgan davlatlarning hammasi Avro Asiya iqtisod ittifoqiga a'zo bo'lib kirish ehtimolligi taqim zo'r bo'ladi. Bu serdagi davlatlardir. 170 milyon nüfusluq bu g'oyat zo'r bozor. Yillik daromadi 4 trilyon 500 milyard dollarlik iqtisod yarata oladigan bu g'oyat zo'r bozor Rossiya uchun ham qimmatli, Xitoy uchun qimmatli edi. Hozirgacha Xitoy bu bozordan qanchalik foydalandi? Bu tarafi bizga noma'lum. Lekin 25 yildan beri Xitoy O'rta Osiyoga tutgan muomalasida iqtisodiy jihatdan singib kirishni boshlagan ekan, demak bu yerda iqtisodiyat qanchalik naf oldi, buni ko'rib yetkili bo'lmaydi. Aniq paket yok. Biroq Xitoy hukumati 25 yil O'rta Osiyo iqtisodiyat singib kirish siyosatini qo'llandi. Hozir Xitoyning bu davlatlar bilan bo'lgan savdo munosabatlari uzilib qolmasligi mumkin. Vaqtincha bu ittifoq qurilgandan keyin Xitoy bilan O'rta Osiyo o'rtasidagi munosabatlar vaqtincha uzilib qolmasligi mumkin. Biroq Iroq kelgusida aytganda, agar Yevropa Osiyo ittifoqining taraqqiyoti yaxshi bo'lgan bo'lsa, Jungoning Ipak yo'li iqtisodiy balvag'i strategiyasiga qiyinchilik keltirdi. Malol yetkazdi dedi. Ochiq aytganda, Xitoyning G'arbga va Iroqqa yurish qilish strategiyasi bu qatim Avro Asiya iqtisod ittifoqi qurilish bilan cheklamik va yoki zarbiga to'sqinlik uchirdi deyishga bo'ladi. Lekin deydi Xitoy tadqiqotchilari, bu xil qiyinchilik va bu xil ta'sir ajallik ta'sir emas. Bu faqat o'zini o'zi aldash, o'zini o'zi
bezleş özünü özü rayığı yandırış degan gapdi. Biroq bu ish undan oddiy qaraydigan ish emas. Demak, Rossiya hozir O'rta Osiyoni yana qaytadan qo'liga ilishga boshladi. Davlatlar Davlatlik Pan-Texnik Universiteti Rossiya va O'rta Osiyo allari mutaxassis Dobin apandi mundaq deydi. Bir tarafdan Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston ikki davlatning iqtisodini Rossiya iqtisodi bilan bir tutash bir gavdaga aylantirdi. Munosabatni qo'yiqlashtirdi. Bu balki shahbisizdir deydi. Bu tashkilot yoki bu hujayra yoki bu ittifoq bo'lmagandimi, ikki davlatning Rossiya, Qirg'iziston davlatlarining o'zaro bir-birlar savdo tijorati bordi kel qilishi bo'lib turadi deydi. Buni ortiqcha degilim bo'lmaydi deydi. Lekin tuyuqsiz bu o'ttirg'i chiqdi. Har holda vaqtincha shundoq kelgusida qandoq bo'ldi? Buning bu tadqiqotchi odam bir narsa deyolmaydi. Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlar ko'p manbalik diplomatik siyosatni yo'lga qo'yib keldi. Bu degani mustaqillik jakarlagandan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatni saqlab keldi. Boshqa g'arb davlatlar bilan bo'lgan munosabatni saqlab keldi deydi. Endilikda men o'ylaymanki bu munosabat endi o'zgardi. Burun saqlab kelgan bo'lsa, endi hozir Yevro-Osiyo iqtisod ittifoqi chemberiga kirib ketgan bu davlatlarning keyingi taqdiri qanday bo'ldi, keyingi siyosatlari qanday bo'ldi, hozircha bu kishilarning beshi kelmay turib, undaq yoki mundaq baho berish mumkin bo'lmaydigan bir ishdir. İki devletinin bir gavlashgan nishoni yuzlanishida, masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, Belorussiya, Rossiya va qatorliq davlatlarning bir nishoni yuzlanishida Jungo'ga nima ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu yerda Jungo o'tirib qo'ygan quruqlikdagi Ipak yo'li savdosi masalasi, Ipak yo'lini asli keltirish, dengiz yuzi Ipak yo'lini asli keltirish tashabbusi keyingi 2 yil ichida yangi rais Xi Jinping o'tirib qo'ygan siyosatlar edi. Bu siyosatlarda strategik maqsad bor edi. Hech aytganda uni aniq bildiği vaqtida bu qandaqda bir iqtisodning u yerga berishi, bu yerga kelishi va iqtisod sohasi Ipak yo'li u yo'li emas. Amaliyotda buning keyingi Xitoyning kengaymichilik siyosati yo'shirilgan edi. Masalan, Janubiy dengiz Ipak yo'lini asli qurib chiqish, Ipak yo'li savdosi qurib chiqish. G'arbda bo'lsa, O'rta Osiyoda o'z tarixdagi quruqlikdagi Ipak yo'li savdosi qurib chiqish va tashkillash deganlarning hammasi Xitoyning g'arbga kengaymichilik qilish, sharqqa kengaymichilik qilish siyosatining bir qismi edi yoki bir dalisi edi. Hozir aytganda avval javob berish tegishli desa, gap bu ittifoq va yoki iqtisodiy ittifoqning kelgusi taraqqiyoti qanday bo'ladi deydi. 2 yil Junanxay o'tirib qo'ygan siyosatlar boshida aytgandek, o tarafdan g'arbga Ipak yo'li savdosini asli keltirish, sharqda dengiz okean Ipak yo'li savdosini asli keltirish yoki qayta qurish degan narsalarning hammasi endi hozir Xitoycha g'arbni echish, g'arbga ilgirlash, g'arbning boylig'ini sharqqa yetkash, g'arbning gazini sharqqa yetkash degan siyosatlarimi so'g'ichilish hamda qandaq. Demek Xitoy hozir bu yerda to'xtab qoldi. Ikkinchisi, Xitoyning g'arb qaratgan siyosati Qashqar Pokiston orqali temir yo'l tortib, endi okeanga chiqish, Qirg'iziston orqali temir yo'l tortib O'rta Osiyoni va Kavkaz rayonini bosib o'tib, Istanbul bo'g'izidan o'tish, mo'shu yo'llarni xiyol qilgan bo'lsin, mayli uchish bo'lsin, mayli uning g'oyasi reallik bo'lsin yoki belgilangan siyosat bo'lsin, hozir Rossiya Federatsiyasi Prezident Vladimir Putin Belorussiya va Qozog'istonni birlik qilgan iqtisod Yevro-Osiyo iqtisod chemberiga qurib chiqqan ekan, demak Xitoyning bu xiyollari yana g'arbgacha kengayish, g'arbgacha singib kirish, g'arbni iste'mol buyumlarini to'kib sotadigan bozorga aylantirish, O'rta Osiyoni qo'lga keltirishdan iborat bu siyosatlarning hammasi hozir o'zil kasal gumron bo'ldi deyishga boldurlik qilsa-mu, lekin ish shu yerga berib yetdi. Esinglarda borki, men o'tganda so'zlagan 1853-yili Qrimda Angliya, Fransiya, Turkiya, Antante davlatlarida yengilib, O'rta Osiyoga tajovuz qilib yurish qilingan edi. Hozir Rossiya Federatsiyasi o'xshashda Ukrainada g'arb davlatlarininki embargo siyosati yengilib, Ukrainaga kirish petib kelib, endi yana qaytadan 1-oyning 1-kuni Yevro-Osiyo iqtisod ittifoqini qurib chiqdi. Oraliqda Vladimir Putin prezident Toshkentni ziyorat qilgan bo'ldi.
Demek hazır O'rta Asiya özüge tajavuz kılıp atkan devletlerini besip algandak ayni çağda Rusya endi bugün Rusya Federasyası yani Kırım'a münasebetlik, Ukrayna'ga münasebetlik aldı O'rta Asiya qayta yengip geldi. Diplomatiya sahası G'arb devletleri yengilip kaldı. Rusya Federasyası bu kıtım O'rta Asiya qaytib kelip, O'rta Asiyadagi mustaqil devletni bir ittifoqqa birleştirdi deyishga bo'ldi. Bir manda aytgan 25 yildan keyin ayni chaqda Gorbachev o'tirib qo'ygan qayta qurish endi O'rta Asiyada boshlandimi qandaq deb savol qo'yishgan bo'ldi. Rusya faqat yani şu Rusya, meyli bu Çar Rusya olsun, meyli bu sabık Sovyetler olsun, meyli o müstakil devletler ortak gövdesi olsun, meyli o tamojni ittifak kurup çıksın, meyli o bugün Avro-Asya iqtisad çemberigini kurup çıksın, bu zamanın raptarı qırap özgürüp durduğun, lekin mahiyeti herkes özgermeydiğin Rus şavinizmçiliği ve Rus milletçiliğinin iddialarının mustamlikçilik kurulması ve devlet teşkilatıdır. İqtisadni bir gavdlashtirish, orqali siyosatni bir gavdlantirishga, siyosatni bir gavdlashtirish, davlat mudofaasi va bexatarlikni bir gavdlantirishga taraqqiy qilishi mumkin. Oxir diplomatik siyosat birlashish huquqini Moskvaga markazlashtirishi mumkin. Shuningdan aytgan vaqtida hozirgi ish Xitoyni aytsak, endi Janubiy dengiz tarafda Vyetnam, Yaponiya va Filippinning qarshiligi uchragan bo'lsa, endi g'arb tarafda Rossiya Federatsiyasining qarshiligi uchirdi, yoki to'sqinligi uchirdi. Endi Rossiya Jungo bu davlat o'zining aytganidek sepi o'zidan oldi qo'rishavning ichida qoldi. Buningdan keyin vaziyat qanday taraqqiy qiladi? Hayot bo'lsak Allah sizler bilen birge bolğan nesip etsa, vatandaşlarım vaziyetinin keyinki taraqqiyatını görüp yeterleyimiz. 2014 yıl 12. ayının ahırında Amerika Qo'shma Shtatlar ve NATO Afganistan'da çekindi. 2015 yılı 1. ayının 1. günü yıl 5'de Rusya Federasyası O'rta Asiya qaytib keldi. Zaten bunda ilişkilerin sırlık tarafları dedi. Onun aşkarı bulduğun tarafları nedir?